Bu kasallik bilan qachongacha kurashmoqchisiz? Nahot joningizga rahmingiz kelmasa? Unutmang, o'limdan boshqa hammasiga chora topiladi. Men Anvar Azimov sizga bo'lgan bir hayotiy voqeani so'zlab bermoqchiman. Gap shundaki, yaqinlarimdan birida diabet aniqlandi. Biz esa qo'rquv va turli savollarga duch keldik. Uni qanday oldini olish mumkin? Nima yeyish mumkin u, nima mumkin emas? Uni asoratlaridan qanday inson o'zini nazorat qilishi kerak? Bu oson ish emas edi. Diabet aslida oddiy kasallik emas. U hamisha nazoratni talab qiladigan turmush tarzi. Bir marta qand miqdorini tekshirishni unutish, noto'g'ri ovqatlanish yoki stress, bularning barchasi qonimizdagi qand miqdorini ko'tarilishiga olib keladi. Ammo biz sizga samarali va oddiy yechimni taklif qilamiz. Stop diabet qon tarkibidagi qand miqdorini barqaror ushlashga va umumiy salomatligimiz yaxshilanishiga yordam beradi. Uning tarkibida faqat foydali komponentlar bo'lib, ular juda yaxshi ishlaydi. Agar stop diabet haqida qandaydir shubha yoki savollaringiz bo'lsa, aynan ijtimoiy tarmoqdagi qandli diabet muhokama kanaliga, guruhiga a'zo bo'ling. Unda stop diabet mahsulotidan chora topgan, natija kutgan insonlarning bu boradagi ijobiy fikrlarini o'zingiz eshitib guvoh bo'lishingiz mumkin. Stop diabetdan esa yana bir yangilik. Ushbu mahsulotni xarid qilgan vatandoshlarimizga ana endi Ramazon tuhfasi sifatida doimo qand kasalligini nazorat qilishda biz uchun kerakli bo'lgan qurilmalar, ya'ni glyukometr va tonometrlar hadya sifatida taqdim etiladi. Aksiya 20-martdan 1-aprelga qadar davom etadi. Shunday ekan, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aslida bu kasallikni nazorat qilish, uni yengish o'zimizning qo'limizda. Bu qurilmalar shunchaki bizga ko'makchi bo'la oladi. Inson aslida butun umr sog'lom bo'lishi uchun sog'lom paytida qayg'urishi lozim. Stop diabet ana shunday salomatligimiz himoyachisi.